Bugun ota-onangiz, aka-ukalaringizni tavallud ayyomimi? Ularni quvonchli kunlarda qay tarzda xursand qilishni bilmayapsizmi? Bizda bunga yechim bor. Tabriklar TV loyihasi. Yaqinlaringizni quvonchli kunlarda sizga samarali yordamchi. Fursatni boy bermang. Biz bilan bog'laning. Murojaat uchun 50lik 444 33 11 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Birgina jonli qo'ng'iroq yaqinlaringizning qalbida o'chmas iz qoldirishini unutmang. Matluba onajonim, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Onajon, avvalambor bugungi tavallud ayyom, payg'ambarimizga ummat bo'lgan shodiyonali kuningiz muborak bo'lsin deymiz onajon. Rahmat. Ilohim umringiz ziyoda, tanu joningiz sog' bo'lsin. Yaratgan Allohim sizni doimo o'z panohida asrasin. Yaqinlar, oila a'zolaringiz vaqtiga esa hamisha o'zingizni ehtiyot qilib yurishingizni tilab qolamiz onajon. Xo'p, rahmat. Rahmat, sizga ham salomat bo'ling. Onajonim, ayni daqiqalarda biz sizni tabriklar TV teleradio loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz.